Ana til demek, Uyg'urni sevmek. Kerib atqaninglar, Uyg'ur ana til o'smirlar kanali. Ana til. Assalamu alaykum Anadolu televiziyasining omaq ko'ruvchilari. Anadolu televiziyasining alayni soniga xush keldinglar. Men Anadolu televiziyasining yangi riyosatchisi, omaq do'stlarining eng yaqin do'sti Madina Absattar bo'laman. Hozir ko'rayotganinglar Uyg'urim anam temisidagi bolalar ko'rigining 2-qitimliq musobaqasi. Hammalarning xabarida bo'lganidek, bultur muhojiratdagi Uyg'ur o'smirlari uchun Uyg'ur Yar va Anadolu televiziyasi birlikda o'tkazgan 2-navbatlik Uyg'urim anam bolalar asar ko'rigi g'alabalik tamomlanish oldida turmoqda. Ushbu hayajonli daqiqalarda men Anadolu televiziyasiga vakolatan bu musobaqa uchun xolis kuch zehniyatini sarf qilgan ota-onalar va ustozlarga samimiy salom yo'llayman. Tuvanda bu musobaqani uyushtirgan o'rin va shaxslarning yurak so'ziga quloq solaylik. Qiynamimizning diqqati ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, suyimli bolalar, qadrdon do'stlar. Biz Uyg'urim anam ona til ko'rikini o'rinlashtirgandan boshlab suyimlik bolalarımızın eserlerini topshirib oldik. Ota-onalar yaxshi hamkorlashib, bolalarning eserlerini bizlarga yo'llab berdi. Shundoq tuma oraliqda biz o'qituvchilarningki tirishchanlik ko'rsatganiga qaramay bir qism qiyinchiliklar tufaylidan va vaqt yetishmaslik tufaylidan bu faoliyatni Uyg'urim anam ona til ko'rikininki 2-qitimliq sonini vaqtida xulosalab qo'yamay qoldik. Buning uchun sizlardan kechirim so'raymiz. Bu faoliyatga asar avatgan va asarlari mukofotlangan bolalarni qizg'in muboraklaymiz. Bu bolalarning asarlarini bizga vaqtida vatib bergan, asarlarni tayyorlab bergan ota-onalarga rahmat aytamiz va shu faoliyatni tashviq qilishda va faoliyatda natijaga erishgan avlodlarimiz, bolalarimiz, suyimlik qiz o'g'illarimizni sahna fursatlar bilan ta'minlagan Ana til televiziyasiga chin qalbimizni rahmat aytamiz. Uyg'ur Yar fondi bu faoliyatni bunday keyin davomli o'tkazamiz. Bolalarning ona til o'rganishiga va ona til ma'rifiga bunday keyin xizmatda, yordamda bo'lamiz. Assalomu alaykum Anadolu televiziyasining omaq ko'ruvchilari. Assalomu alaykum muhojiratdagi farzand ishqida ajiz singdirib kelayotgan ota-onalar. Hammanglarga Anadolu televiziyasining barliq kasbdoshlarim nomidan hammanglarga o'tliq salom yo'llayman. Biz 1-2 yildan beri Uyg'ur Yar bilan birlikda Uyg'ur farzandlarimizning muhojiratdagi ona tilini saqlab qolish va rivojlantirish maqsadida Uyg'urim anam bolalar asar ko'rigininki 2-qitimliq ko'rikni nihoyatda hayajonli daqiqalarda o'tkazib o'tiribmiz. Shu munosabat bilan Anadolu televiziya nomidan Uyg'urim anam ko'rigiga asar avatgan, shuning uchun ajr qilgan ota-onalarni, suyimli farzandlarimizni tabriklayman. Biz buningdagi mushqildagi musobaqalarni, ko'riklarni, bolalar asarlari musobaqalarini o'tkazish orqali farzandlarimizga ma'naviyatimizni, ona tilimizni miros qoldirishga tirishamiz. Hamda Ana til televiziyasininki har oilada bir Uyg'ur ana til televiziyasining bo'lishiga, har oilaning bir ana til maktabiga aylanishi uchun butun kuchimiz bilan tirishamiz. Hammanglarga rahmat. Assalomu alaykum. Uyg'urim anam ko'rigiga aktivlik bilan qatnashgan omaq bolalar va ularning ota-onalari hammanglar bilan Anadolu televiziyasi ekranida yuz ko'rishganligimdan xushalman. Anadolu televiziyasi Uyg'ur Yar fondi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib o'rinlashtirgan 2-qitimliq musobaqamizga har qaysi davlatdan aktivlik bilan asar avatdinglar. Sizlar sizga rasmlarni ko'rib, "Vah, bizning kelgusi Uyg'ur rassomlarimiz xili bor ekan" deyishib ketdik. O'qigan she'rlaringlar, naqshlaringlar, yozgan hikoyalaringlar, shundaqla loyihlagan ijodiyatlaringlar qarab, kelgusining Uyg'ur injenerlari, shoirlari, naqsh cho'lponlarini ko'z oldimizga keltirdik.
Bahalashda haqiqatan mi ta'sirlanganimizdan qandaq go'zal nom bilan baholasak bo'lar deb tanqid etib turibmi qoldik. Biz bu qitim sizlarni darajaga ayirmadik. Chunki hammanglar shunda qobiliyatlik, aqlli, tirishchan, vatanparvar, millat so'yar Uyg'ur ballarının canlıq namoyandisi ekanliginglar asarlaringlardan bilinib turadi. Sizlarni shundoq iqtidorli qilib tarbiyalagan ota-onalaringlarga Ona til televiziyasi, Uyg'ur Yar fondi va Adashlar guruhi nomidan cho'nqur rahmatimni bildiraman. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur ota-onalar va umoq kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Men ikkinchi qatimliq Uyg'urim Anam mukofotliq asar baholash guruhi orqali har qaysinglar bilan yuz ko'rishganligimdan to'lim xursandman. Baholash davomida umoqlarning avatgan har xil turdagi asarlarni ko'rib, to'lim xursand bo'ldim, ham qalbim ona tilimizning kelgusiga bo'lgan ishonch bilan to'ldi. Mushu munosabat bilan asar avatgan umoqlarga, ularga yetakchilik qilgan ustozlar va ota-onalarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Shundaqla sizlarni buningdan keyin o'tkazilmoqchi bo'lgan ona tilimizga munosabat bo'lgan har qanday faoliyatlarga aktivlik bilan ovoz qo'shishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Bu qitimliq ko'rikka dunyoning har qaysi joylaridan 200 dan ortiq Uyg'ur o'smirlar qatnashgan bo'lib, nihoyat ko'p asarlar avatildi. Va bu asarlarni avatgan ota-onalarga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Tuvanda umoq do'stimiz bilan birlikda kollektiv natijaga erishgan guruhlarni tanishtirib o'taylik. Bo'lamdi kichik do'stim? Ma'qul maytinada. Bu qitimliq Uyg'urim Anam balalar asar ko'rgida kollektiv nomerlar bo'yicha Oslo Shadimonlar sinfi Erkin turnalar degan nomga erishdi. Qiynovlarni qizg'in tabriklaylik. Mehriban, bekmo qadrdon, suyumlik maqam, sharqi Turkiston, nurni chashqan, dilni yoritgan, u go'ya quyosh, sharqi Turkiston. Deylab keldi dushanba, sehrab keldi seshanba, İkincisi, bu qitimliq Uyg'urim Anam balalar asar ko'rgida kollektiv nomerlar bo'yicha Angliyadagi umoq do'stlarimiz o'rinlagan marsh Nozgum varisleri degan bahoga erishdi. Qiynovlarni qizg'in tabriklaylik. Vatan
Ana til demek, Uygurnu sevmek. Kerip atqanыңla Uygur ana til ösmürler kanalı. Ana til. Bu 3-nji skanda olmaqdasın. Bu qitimliq Uygurum anam balalar asar ko'rgida Finlandiya ana til maktabi chatmish şiiri Ömg'unchilar degan bahaga erishdi. Qani ularni qizg'in alqishlarimiz bilan qizg'in tabriklaylik. Assalomu alaykum do'stlar. Biz ana til sinfining o'quvchilari tuanda biz sizlarga she'r o'qib beramiz. Qor yog'di laplar, toshqin keldi sakrab, stul oldik ablar, o'ynaydi mashrab, o'ynamadi toshqin, qo'ynimizni yaklab, qo'yib jangallar, qarshi sakrab zikrab. Düğler geldi düşembe, sakrab geldi şeyşembe, tardap geldi çarşembe, seylep geldi şeyşembe, uluq cüme şiker şembe, en ahırda yekşembe. Ah direk, gök direk, bizden sizge kim gerek, davanlardan iş işgal, cesur oğlan kız gerek, batır kızның ismi kim, ismi onu örgür, küçük yese al gelip, sekbimiz deysen gerek. Bu qitimliq Uygurum anam balalar asar ko'rgida kollektiv nomerlar bo'yicha Gollandiya ana til maktabi deklamasiya qilgan Uyg'on degan she'r Uyg'oq avlodlar degan bahoga erishdi. Assalomu alaykum. Gollandiya ana til maktabi hammalarga o'tliq salom. Hozir biz Uyg'on she'rini o'qib beramiz. Ey faqir Uyg'ur, uyg'on uyqung yeter. Senda mal yo'q, endi ketsa jon ketar. Bu ölümden özünü qutqazmasan, ah senin halın xatar, halın xatar. Xo'p dedim, beshingni ko'tar, uyqungni och. Raqibingning boshini kes, qonini choch. Ko'z ichib atrofga obdan baxmasang, o'lasan armonda bir kun noiloj. Yelimi cansızga o'xshaydi tenim. Shunga yo'qmi ancha g'inim. Qichqarsam qimirlamayla yotsan. Uyg'onmay o'lnak cho'msan, sho'p ketim. Ko'zingni yo'g'on ichib atrofga boq. O'z hiqboling haqida o'yla uzoq. Ketchik qoldin, bu g'animat puxti. Kelajak shing chatoq. İçinar ko'nglim sana ey Uyg'urim. Sepdişim, qarindişim, bir toqqunum. Köyünüp halınğa uyg'atsam seni, anlamaysan zade, nima bo'lgunim. Kilidu bir kun pushaymon qilasan, tigiga gapining shu chog'da yetsan. Xap desang u chog'da ulgurmay qolar, shunda Uyg'ur so'ziga tan bersan. Rahmat. Assalomu alaykum. Ana til o'smirlar kanalimizga xush keldingiz. Avstraliya Adelaide'dagi Yusuf Yunus degan o'maq farzandlarimiz deklamasiya qilgan she'r Qo'shmaq armonlar degan bahoga erishdi. Qani ularni qizg'in alqishlarimiz bilan tabriklab o'taylik. Ayrılmasın. Milletim insaniyet meydanidan ayrılmasın. Milletim İslamiyet imaniden ayrılmasın. Milletim hakkaniyet vicdaneden ayrılmasın. Milletim Kur'aniyet unvaneden ayrılmasın. Milletim hurafiyet davraneden ayrılmasın. Milletim bilsin vatanini, kaderini har etmesin. Bu mukaddes can vatan can anani zar etmesin. Başkalar bizden degan şum sizge iqrar etmesin. Mukaddes devlet degan yolg'onni darkar etmesin. Ana vatan Sharqi Turkistondan ayrılmasın. Vatan milletni suymak ahli İslam şanıdır. Bu hakikat, bu adalet Allah'ın farmanıdır. Bu ineksir şüphesiz hakiniyet minnanidir. Asli nesli pak vicdan ehlinin cananidir. Candan ayrılsın lekin cananiden ayrılmasın.
Assalomu alaykum. Ana til o'smirlar kanalimizga xush keldingiz. Bu qitimliq Uyg'urum Anam balalar asar ko'rigida kollektiv nomerlar bo'yicha Oslo munchoqlar sinfi o'rinlagan naqshi usul, kuychi munchoqlar degan bahoga erishdi. Qashqa osma qo'yib kelinglar, aldringlar, kechmanglar, mehmon bo'lib kapiringlar. Odamda atlashqa, qashqa osma qo'yib kelinglar. Rakarkadumdum, pastga chiqaringlar, seni menitoy. Rakarkadumdum, mana qarab keldim, sizga qarab menitoy. Rakarkadumdum, pastga chiqarib naqshasini menitoy. Rakarkadumdum, menga qarab bir keling, sizga qarab menitoy. Tapni ilim, tutachilim, naqshasini menitoy. Rakarkadumdum, 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 rakarkadumdum. Uy! Aldringlar, kechmanglar, mehmon bo'lib kapiringlar. Badam dupa, atlar sharpa, qashqa osmon qo'yib kelinglar. Aldringlar, kechmanglar, mehmon bo'lib kapiringlar. Badam dupa, atlar sharpa, qashqa osmon qo'yib kelinglar. Dastanda polo samsak, ami veden mu ilanglar. Tapni ilip, tutani çilip, naqshasini menitoy. Dastanda polo samsak, ami veden mu ilanglar. Tapni ilip, tutani çilip, naqshasini menitoy. Rakarkadumdum, qasni chiqarib naqshasini menitoy. Rakarkadumdum, menga qarab bir keling, sizga qarab menitoy. Rakarkadumdum, qasni chiqarib naqshasini menitoy. Rakarkadumdum, menga qarab bir keling, sizga qarab menitoy. Suyumlik umaq kichik do'stlar, yuqorida biz Uyg'urum Anam balalar asar ko'rigidagi natijaga erishgan kollektivlarning asarlaridan huzurlandik. Qinamizda qitinglar, keyingi qitimlar programmamizda bo'lsin. Kelar qismda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.